Murabboli idishni yuvish uchun oddiy kran suvini quysangiz, u ko'k rangga kiradi. Bu hammamiz bilgan golubika. Uning po'sti qora rangda, ichki qismi esa oqish yashil rangda. Agar biz uni havonchida yaxshilab aralashtirsak, undan qizil rangli murabbo olishimiz mumkin. Qizil rang qayerdan keldi? Buni siri golubika po'st tarkibidagi antosianin degan indikatorda. Indikator o'zi nima? Uni nima ekanligini tushunishingiz uchun, o'zi dunyodagi barcha moddalar 3 xil bo'ladi: asosli, kislotali va neytral moddalar. Indikatorning vazifasi moddani asoslimi yoki kislotalimi shuni aniqlash. Masalan, golubika postidagi antosianin indikatorini biror bir moddaga solsangiz, u qizaradigan bo'lsa, demak u kislota tabiatli modda bo'ladi. Bordiyu u ko'karadigan bo'lsa, demak u asos bo'ladi. Endi o'ylab ko'ring-chi, nega uning murabbosi qizil rangda? Qachonki siz golubikani yeganingizda nordon kislotali ta'mni sezasiz. Rostdan uning go'shtning tarkibida kislotali moddalar bor. Po'sti tarkibidagi antosianin esa kislotali muhitda qizil rangga kirar edi. Murabboli idishni yuvish uchun oddiy kran suvini quysangiz, u ko'k rangga kiradi. Buning sababi bizning kranlardagi suvlar kuchsiz asosli muhitga ega.